Hozir. Okay. Buni qayerdan oldingiz? Really say to them? O, bunisi boshqa gap. Nah. Nima gap? Shayx, nega televizorda bunchalar yoqimtoy ko'rinasiz? Bu xat bizga qayerdan kelib qoldi? Oh, xatni teskari o'qibman-ku. Actually, Shayx, mana bu savolni o'qib berishingiz mumkin. Barcha musulmonlar soqol qo'yishlari shartmi? Barcha musulmonlar soqol qo'yishlari shartmi? Aslini olganda, yo'q. Ayollar bundan mustasno. Jiddiy aytyapman. Shayx, siz ham ayollar erkaklardek uzun soqol qo'yishsa yoqtirmaysiz-ku? Ha, albatta. Sizga qo'shilaman. Keling, keyingi savolni o'qiymiz. Hijob haqida ekan. Barcha musulmonlar hijobda yurishlari shartmi? Barcha musulmonlar, albatta erkaklar emas. Ya'ni barcha muslimalar hijobda yurishlari shartmi? Muslimalar hijobda yurishlari shartmi? Ha. Yo'q. 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 Yo'q deyapman. Bunga dalil Qur'oni Karim. Qur'onda Nur surasining 31-oyatida, Ahzob surasining 59-oyatida Alloh taolo ochiqdan ochiq aytadi. Ya'ni otasining oldida, aka-ukalarning oldida shart emas, yana amakilarning oldida. Va yana ko'pchilik mahramlarining oldida hijobda yurishi shart emas. Qachonki ko'chaga chiqsagina o'zini saqlash uchun jilbob o'raydi. Shunday ekan, demak u uyida hijobda yurishi shart emas.